Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi avgust oyida oshdimi? Qancha qo'shildi? Kim qancha olishi mumkin va bu oshgan pul hammaning kartasiga bir xil tushadimi yoki yo'qmi? Bu ma'lumot nafaqat nogironlik pensiyasi olayotgan insonlar uchun, balki ularning farzandlari, turmush o'rtog'i, ota-onasi va qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin aniq hisob kitobni bilmagani uchun kartasiga tushgan pulni tekshira olmaydi. Ba'zan kam tushgandek tuyuladi. Ba'zan esa qo'shimcha to'lov borligini bilmay qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Avgustda nima o'zgardi? Qancha qo'shilishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa tinch bo'lsa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hisob kitobda, guruh bo'yicha farqlarda va qo'shimcha hujjatlarda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniq tushuntirishlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Nogironlik pensiyasi deganda mehnat staji borligi, sug'urta davri, ish faoliyati, kasallik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasi asosida tayinlanadigan pensiya tushuniladi. Nogironlik nafaqasi esa boshqa toifa bo'lishi mumkin, masalan staji yetarli bo'lmagan, bolalikdan nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy nafaqa oladigan fuqarolar uchun. Odamlar ko'pincha pensiya va nafaqani aralashtirib yuboradi. Shuning uchun ham oshish bo'yicha xabar chiqqanda hammaga bir xil qo'shiladimi degan savol tug'iladi. Oldin pensiya miqdori, fuqaroning hujjatlari, ish staji, o'rtacha oylik daromadi, nogironlik guruhi va qonunchilikdagi minimal me'yorlarga qarab hisoblangan. Ya'ni birinchi guruh nogironlik bo'lgan odam bilan uchinchi guruh nogironlik bo'lgan odam bir xil miqdor olmasligi mumkin. Shuningdek, 25 yil ishlagan odam bilan 5 yil ishlagan odamning pensiyasi ham bir xil bo'lmaydi. Pensiya tizimida asosiy farq shundan iborat. Kimning hisob bazasi yuqori bo'lsa, oshishdan keyin uning qo'shimcha puli ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kim minimal miqdorga yaqin pensiya olsa, uning oshishi minimal me'yorlar bo'yicha ko'rinadi. Avgust oyida pensiya oshdi degan gap chiqqanda, ko'pchilik buni har bir odamga falon so'mdan qo'shildi deb tushunadi. Aslida bunday emas. Odatda pensiyalar foiz hisobida oshiriladi. Masalan, agar pensiya 10% ga oshirilsa, 700 ming so'm olgan odamga 7 ming so'm qo'shiladi. 1 million 200 ming so'm olgan odamga esa 1,20 ming so'm qo'shiladi. Demak, qo'shimcha pul hammaniki bir xil bo'lmaydi. Shu joyda ko'pchilikning chalkashligi boshlanadi. Endi asosiy savolga kelamiz. Avgustda qancha qo'shildi? Buni tushunish uchun men sizga hisoblash usulini ko'rsataman. Agar sizning nogironlik pensiyangiz oshirishdan oldin, masalan, 900 ming so'm bo'lgan bo'lsa va oshirish 10% bo'lsa, siz 900 mingni 10% ga ko'paytirasiz. 900 mingning 10%i 90 ming so'm bo'ladi. Demak, yangi pensiya 90 ming so'm. Yangi pensiya 90 ming so'm atrofida bo'lsa edi, agar siz 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, 10% lik oshishda qo'shimcha 50 ming so'm bo'ladi. Va yangi miqdor 1 million 650 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin bu yerda muhim noziklik bor. Kartaga tushadigan pul har doim ham nazariy hisob kitob bilan bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki ayrim fuqarolarda aliment, qarzdorlik, sud ijro hujjati, kredit ushlanmasi yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda pensiya oy boshida emas, belgilangan grafik bo'yicha tushadi. Ba'zan esa oshirilgan pensiya bir oy ichida alohida farq puli sifatida ham tushishi mumkin. Shuning uchun mening kartamga kam tushdi deyishdan oldin pensiya jamg'armasi yoki bankdan aniq ko'chirma olib ko'rish kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odamlar faqat SMS xabarini ko'radi va xulosa chiqaradi. Masalan, fuqaro iyul oyida 1 million so'm pensiya olgan, avgustda 1 million saqida ming so'm tushgan. U nega 1 ming qo'shilmadi deb o'ylaydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, undan 20 ming so'm ushlanma bo'lgan yoki o'tgan oyda qo'shimcha to'lov qo'shilib ketgan. Shuning uchun to'g'ri solishtirish uchun faqat kartaga tushgan summani emas, pensiya hisoblangan summani ko'rish kerak. Keling, endi real hayotga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro avval 800 ming so'm nogironlik pensiyasi olayotgan edi. Agar oshirish 10% bo'lsa, 800 ming so'mning 10%i 80 ming so'm. Demak, yangi miqdor 906 ming so'm bo'ladi. Agar uning kartasiga 906 ming tushgan bo'lsa, darhol vahima qilish kerak emas. Avval ushlanma bormi?
qarzdorlik bormi? Bank komissiyasi yoki oldingi oyda qayta hisob bo'lganmi? Shular tekshiriladi. Ikkinchi misol, birinchi guruh nogironligi bo'lgan, parvarishga muhtoj fuqaro 1 million 300 ming so'm olayotgan edi. 10% oshishda 130 ming so'm qo'shiladi. Yangi summa 2 million 30 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu fuqaro qo'shimcha parvarish puli, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov ham olayotgan bo'lsa, umumiy kartaga tushgan pul pensiyadan ko'proq ko'rinadi. Shunda odamlar pensiyam 1 million 600 ming bo'libdi deb o'ylaydi. Aslida esa uning ichida pensiya alohida, boshqa to'lov alohida bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan odam ishlash imkoniyatiga qisman ega bo'lib, avval 6,5 ming so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Agar oshirish foizda bo'lsa, 6,5 mingning 10% 6,5 ming so'm. Yangi miqdor 7,5 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu yerda ba'zi odamlar nega birinchi guruhdagi ko'proq qo'shildi, menga kamroq qo'shildi deb savol beradi. Javob oddiy. Foiz bir xil bo'lsa ham. Boshlang'ich pensiya miqdori boshqacha. 1 millionning en foizi 2 ming, 6 ming, 6 mingning en foizi 65 ming. Bu adolatsizlik emas. Bu foizli hisoblashning natijasi. 4-misol. Fuqaro nogironlik pensiyasi bilan birga ish haqini ham oladi. U ishlayotgan bo'lsa, uning pensiyasi tayinlangan tartibda to'lanadi. Lekin ayrim qo'shimchalar, qayta hisoblashlar va imtiyozlar alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Bunday odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ish staji ortib borayotgan bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu avtomatik bo'lavermaydi yoki har doim darhol amalga oshmaydi. Shuning uchun ish faoliyati, mehnat daftarchasi, elektron mehnat tizimidagi yozuvlar to'g'ri yuritilayotganini tekshirib borish kerak. 5-misol. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Bu pensiya emas. Nafaqa bo'lgani uchun uning oshish tartibi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar qo'shnimga 20 ming qo'shilibdi, menga 10 ming qo'shildi deb taqqoslaganda, avvalo toifa bir xilmi yoki yo'qmi? Shuni bilishi shart. Nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi va ijtimoiy yordamlar bir xil huquqiy asosga ega emas. Ularning nomi o'xshash, lekin hisoblash tartibi farqli. Endi men aniq aytaman. Kimlar albatta tekshirish qilishi kerak? Birinchidan, avgustda pensiyasi umuman oshmagan odam tekshirishi kerak. Agar oldingi oyda qancha olgan bo'lsa, avgustda ham aynan shuncha tushgan bo'lsa, bu holatni e'tiborsiz qoldirmang. Balki oshirish keyingi to'lovda farq puli sifatida tushar, balki hisob kitobda kechikish bo'lgandir. Lekin buni aniqlash kerak. Ikkinchidan, pensiya miqdori juda kam oshgan odamlar tekshirishi kerak. Masalan, 1 million so'm pensiya olib yurgan fuqaro oshirishdan keyin faqat 10 ming so'm ortiq olgan bo'lsa, bu oddiy foizli o'shishga o'xshamaydi. Bunday vaziyatda ushlanma. Qarzdorlik qayta hisob, sud ijro hujjati yoki oldingi oyda ortiqcha to'langan pulni qaytarib ushlab qolish holati bo'lishi mumkin. Uchinchidan, nogironlik guruhi yaqinda o'zgarganlar albatta e'tibor bersin. Masalan, odam avval 3-guruh bo'lgan, keyin 2-guruhga o'tgan. Bunday paytda faqat umumiy pensiya oshishi emas, nogironlik guruhi bo'yicha qayta hisob ham bo'lishi kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan pensiya organiga vaqtida yetib bormagan bo'lsa, to'lov eski guruh bo'yicha davom etib ketishi ehtimoli bor. Buni kutib yurish to'g'ri emas. Hujjatning tizimda ko'ringanini tekshirish kerak. 4-dan, bank kartasi almashtirilgan, plastik muddati tugagan yoki boshqa bankka o'tganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi. Lekin karta muammosi sababli odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Bu holda muammo pensiya miqdorida emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Bankdan ham, pensiya bo'limidan ham ma'lumot olish kerak. Kimlar esa vahima qilmasa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz oldingi oyga nisbatan mantiqan foiz bo'yicha oshgan bo'lsa, kartaga pul odatdagi muddatda tushgan bo'lsa, guruhingiz o'zgarmagan bo'lsa, ushlanma yo'q bo'lsa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Siz 1 million 1 ming so'm olayotgan edingiz, avgustda taxminan 1 million 2 ming so'm atrofida tushdi. Bu holatda hisob to'g'ri ko'rinadi. Yana bir holat, ayrim fuqarolarda oshirilgan summa juda katta ko'rinmaydi. Chunki ularning asosiy pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'ladi. Bu odamlar hamma pensiya oshdi deyapti, lekin menda o'zgina oshdi deb ranjishi mumkin. Bu yerda masala shundaki, pensiya qancha kichik bo'lsa, foiz hisobidagi qo'shimcha ham shuncha kichik bo'ladi.
Lekin agar davlat tomonidan minimal pensiya yoki nafaqalar alohida oshirilgan bo'lsa, unda minimal miqdordan past to'lov bo'lmasligi kerak. Shuning uchun o'z toifangiz bo'yicha eng kam miqdorni bilib qo'yish juda muhim. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Pensiya oshishi bilan barcha imtiyozlar avtomatik ko'payadi degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar pensiya miqdoriga bog'liq, ba'zilari esa qat'iy belgilangan. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya, parvarish puli, dori-darmon uchun yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarning har biri alohida tartibga ega. Shuning uchun pensiya oshdi, demak hamma to'lovlarim ham oshadi deb kutish to'g'ri emas. Ikkinchi noziklik, qayta hisoblash sanasi muhim. Agar oshirish avgustdan kuchga kirsa, fuqaro avgust uchun yangi miqdorda olishi kerak. Lekin ayrim texnik holatlarda farq puli keyingi oyda berilishi mumkin. Shuning uchun birinchi to'lovda hammasi ko'rinmasa, rasmiy izoh olish kerak. Ammo oylar o'tib ketishini kutib yurish ham yaramaydi. Men tavsiya qilaman, to'lov tushganidan keyin 5-10 kun ichida aniqlashtiring. Uchinchi noziklik, nogironlik muddati. Ba'zi fuqarolarning nogironlik guruhi muddatsiz belgilanadi, ba'zilarniki esa ma'lum muddatga. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, pensiya to'lovida uzilish bo'lishi mumkin. Bu oshirishga bog'liq emas, lekin aynan avgustdagi to'lovda ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun tibbiy ko'rik muddati, ekspert komissiyasi xulosasi va hujjat topshirish muddatlarini doim nazorat qiling. 4-noziklik. Oila a'zolari nomidan murojaat qilish. Nogironligi bo'lgan ayrim fuqarolar o'zlari borib hujjat topshira olmaydi. Bunday holatda ishonchnoma, qonuniy vakillik, vasiylik yoki yaqin qarindosh orqali murojaat qilish tartibi bo'lishi mumkin. Agar fuqaro yotib qolgan bo'lsa, harakatlanishi qiyin bo'lsa, uni idoradan idoraga olib yurish shart degan gap yo'q. Mahalla ijtimoiy xodim, tibbiyot muassasasi va pensiya bo'limi orqali masalani ko'tarish mumkin. 5-noziklik, ish staji va elektron ma'lumotlar. Hozir ko'p hujjatlar elektron tizimlarda yuritiladi. Lekin eski yillardagi ish staji ba'zan to'liq ko'rinmasligi mumkin. Masalan, odam 1990-yillarda zavodda ishlagan, keyin korxona yopilgan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin elektron bazada ko'rinmaydi. Bunday vaziyatda pensiya noto'g'ri hisoblanib qolishi mumkin. Nogironlik pensiyasi oshganda ham asosiy baza noto'g'ri bo'lsa, oshgan summa ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotnomalarini topish juda katta ahamiyatga ega. Men eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato, qo'shnining pensiyasi bilan o'z pensiyasini solishtirish. Bu eng noto'g'ri usul. Qo'shningizning guruhi, staji, yoshi, ishlagan joyi, oyligi, qo'shimcha to'lovlari, ushlanmalari siznikidan farq qiladi. Hatto ikkalangiz bir xil guruh nogironi bo'lsangiz ham, pensiya miqdori bir xil bo'lishi shart emas. Ikkinchi xato, faqat SMS-ga qarab xulosa qilish. Bank SMS pul tushganini ko'rsatadi, lekin pensiya qanday hisoblanganini to'liq ko'rsatmaydi. Sizga pensiya, kompensatsiya, farq puli yoki boshqa to'lov birga tushgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, hisoblangan pensiyadan ushlanma qilingan bo'lishi mumkin. To'liq ma'lumotni pensiya organidan yoki bank ko'chirmasidan ko'rish kerak. Uchinchi xato, hujjatlarni yangilamaslik. Nogironlik guruhi o'zgargan, familiya almashgan, pasport yoki ID karta yangilangan, bank kartasi almashtirilgan, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bularning hammasi tizimda to'g'ri aks etishi kerak. Birgina noto'g'ri ma'lumot ham to'lovda kechikish yoki chalkashlik keltirib chiqarishi mumkin. 4-xato, og'zaki gapga ishonib yurish. Mahallada shunday deyishdi, qo'shnim shunday dedi, internetda kimdir yozibdi degan gaplar bilan pensiya masalasi hal bo'lmaydi. Rasmiy qaror, rasmiy hisob-kitob, pensiya bo'limidagi ma'lumot va shaxsiy hujjatlar asos bo'ladi. Men doim aytaman, pensiya masalasida og'zaki emas. Yozma javob va hujjat muhim. Endi eng kerakli joyi, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya olganingizni aniqlang. Bank SMSlari, mobil ilova, bank ko'chirmasi yoki pensiya daftarchasidagi ma'lumotni ko'ring. Ikkinchi qadam, avgustda tushgan summani yozib oling. Uchinchi qadam, farqni hisoblang. Masalan, iyulda 900 ming olgan bo'lsangiz, avgustda 990 ming tushgan bo'lsa, farq 90 ming. Bu 10% ga to'g'ri keladi. 4-qadam, agar farq juda kam bo'lsa yoki umuman bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda pensiyam kam tushdi deb umumiy aytmang. Aniq yozing. Iyul oyida menga falon so'm pensiya to'langan, avgust oyida falon so'm tushgan.
pensiya oshirilganidan keyingi hisob kitobni va ushlanmalar mavjud bo'lsa, ularning asosini tushuntirib berishingizni so'rayman. Ana shunday aniq murojaat qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam hujjatlarni tayyorlang. Sizda ID karta yoki pasport, bank kartasi ma'lumoti, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumotlar, mehnat daftarchasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar sizning nomingizdan farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz boradigan bo'lsa, vakillik hujjati yoki ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa ham, ko'pincha arxivda buyruqlar, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochkalar yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar saqlangan bo'ladi. Bir necha yil staj qo'shilishi pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa nogironlik pensiyasi keyinchalik yoshga doir pensiyaga o'tadigan holatlarda bu juda muhim. 7-qadam, yozma javob oling. Og'zaki hammasi to'g'ri degan javob bilan kifoyalanmang. Agar sizda jiddiy shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling va yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish, xatoni tuzatish yoki qayta hisob talab qilish osonroq bo'ladi. Men sizga oddiy formula beraman. Oldingi pensiya miqdorini oling. Oshirish foiziga ko'paytiring. Chiqqan summani eski pensiyaga qo'shing. Masalan, eski pensiya 20 million 200 ming so'm. Oshirish foiz 1 million 200 mingning undi foizi 125 ming. Yangi pensiya 1 million 275 ming so'm bo'ladi. Agar kartaga 1 million 220 ming tushsa, demak 55 ming so'm farq bor. Bu farq nimadan kelib chiqqanini aniqlash kerak. Yana bir misol, eski pensiya 720 ming so'm. 10% oshsa, 2 ming so'm qo'shiladi. Yangi miqdor 712 ming so'm. Agar kartaga 200 ming tushsa, bu noto'g'ri degani emas. Balki aniqlash qo'shimcha farq puli yoki boshqa to'lov bor. Shuning uchun har doim hisoblangan pensiya bilan kartaga tushgan umumiy pulni ajratib ko'rish kerak. Agar oshirish foizi boshqa bo'lsa, masalan, indix foiz bo'lsa, formula o'zgarmaydi. 20 million so'mning indix foizi 20 ming. 950 ming so'mning indix foizi 2 ming. 1 million 600 ming so'mning indix foizi 2 ming bo'ladi. Eng muhimi, foizni to'g'ri biling va eski pensiya miqdorini aniq oling. Taxmin bilan hisoblasangiz, natija ham taxminiy chiqadi. Agar sizda savol tug'ilsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Murojaatda shaxsiy ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, nogironlik guruhi va muammo mazmuni aniq ko'rsatiladi. Masalan, avgust oyida nogironlik pensiyam oshirilgan miqdorda to'lanmagan deb hisoblayman. Iyul va avgust oylaridagi hisob kitobni solishtirib, menga yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar idoraga borish qiyin bo'lsa, yaqinlaringiz orqali elektron murojaat orqali yoki mahalla yordamida masalani ko'tarish mumkin. Nogironligi bo'lgan insonning huquqi hujjat topshirishdagi qiyinchilik sababli chetda qolmasligi kerak. Agar xodimlar sizga tushuntirish bermasa yoki murojaatingizni qabul qilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish huquqingiz bor. Murojaat qilganda hissiyot bilan emas, fakt bilan gapiring. Menga kam berdingiz degandan ko'ra, falon oyda falon summa, falon oyda falon summa, farq falon so'm. Hisob kitobni tushuntiring desangiz, masala tezroq hal bo'ladi. Pensiya tizimi raqam va hujjat bilan ishlaydi. Sizda raqamlar bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Demak, azizlar, nogironlik pensiyasi oshganda eng muhim narsa shuki, hamma odamga bir xil summa qo'shilmaydi. Qo'shimcha pul odatda oldingi pensiya miqdori, foizni oshirish, nogironlik guruhi staj, qo'shimcha to'lovlar va ushlanmalarga bog'liq bo'ladi. Kimdir 60 ming qo'shimcha olishi mumkin, kimdir 1 ming, kimdir 1,5 ming yoki undan ko'proq. Bu farqning sababi ko'pincha hisoblash bazasida bo'ladi. Siz albatta iyul va avgust to'lovlarini solishtiring, farqni hisoblang, ushlanmalar bor yo'qligini tekshiring, nogironlik guruhi va hujjatlaringiz tizimda to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. Agar shubha bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qiling va yozma javob oling. Ayniqsa pensiya umuman oshmagan, juda kam oshgan yoki nogironlik guruhi yaqinda o'zgargan bo'lsa, bu masalani albatta tekshirish kerak. Izohlarda yozib qoldiring. Sizning nogironlik pensiyangiz avgustda qancha oshdi? Eski summa qancha edi? Yangi summa qancha bo'ldi? Men imkon qadar umumiy hisob kitobni tushuntirishga harakat qilaman.
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning pulini, vaqtini va asabini asrab qolishi mumkin.